Assalomu alaykum qarindoshlar. Javodan asos yurish darsimizga xush kelibsiz. Bu bizning 8-chi qismliq darsimiz. Bu qismda biz oldin qismimizning davomi mashg'ulotchilardan so'zlaymiz. Unda esa biz oldin 2 qismliq darsimizda arifmetiklik mashg'ulotchilar bilan selishtirish mashg'ulotchilarini o'rgangan. Shunaqa? Arithmetic operators and comparison operators deydi inglizcha. Bugun vazifa mashg'ulotchilarini o'rganamiz. Endi biz arifmetiklik mashg'ulotchilar bilan selishtiruv mashg'ulotchilarini o'rgangandan keyin bu intayin oson to'xtaydi. Chunki bular ishqilisqanda birikmasidan shakllanganishga buni qana vazif mashg'ulotchilari deydi. Assignment operator deydi. Unda deydi. Unda men Eclipse nacha package quray. Oltinchi kuni kod yozgandan ha. Tasa bir class qursam assignment operators deb Java'da diqqat qilinglar, camel case deydi, ular tugunning logosi o'xshaydi. Mush bitta birinchi so'zlash ikkinchi so'zning o'rtasidagi ikkinchi so'z boshlanganda cho'ng harflar yozasizlar. Asosli metodni yechib o'tdim. Yana biz arifmetiklik mashg'ulotchilar bilan selishtiruv mashg'ulotchilarini o'rgangan. Hamda bu assignment operators degan masalan bir son quray. Bu 5 shunday qo'y. Bu 5 dan. Hamda Java'da bunda bir xarakter bor buning. Mushini 5 qo'shsaq qimmatini yetkazishasiz qanday? Mana necha bo'ldi? Mana 5 chiqarsak 10. Chunki mouse son 5 dan qimmat shunaqa. Masan miyada qanda 5 dan. Endi miyada bu endi ma'non keldi. Ma'non kes bu nechikdan? Bu 5 dan. Bu ikkisi qanday bo'ldi? 10 bo'ldi shunaqa. 10. Shuning bilan ma 10 bo'lgandan keyin ma 5 dan ma 10 o'zgaradi. Buni biz qanday qilib yoza olamiz? Ma'non bilan o'xshash bo'lib qolsa, manda 2 sonninki. Biz manalarimizni yetalaymiz. Ma'non bilan ma'non o'xshash qimmatda, yozish usuli o'xshash. O'pma o'xshash. Bir gap. Manda yozgan bilan manda yozgan bir gap. Bu nima? Mushu vazifa mashg'ulotchilari mushu. Birinchisi qanday? Qo'shash shunaqa. Qo'shash bilan tanglik. Qisqartib barni. Bu keyin nima ishlaydi desanglar, bularni ko'paytirish bo'lishi keyin qoldiq. Ashular taqson jubsanligini ayrishildi. Ondan keyin har bir qo'shilishga ikkinchisi qanday? Birinchisi ikkinchisi ilish. Ya'ni masalan A bir son 8 dan shunaqa. A tang A olimiz 5. Nechisi qoldi? Mushni biz chiqarsak necha bo'ldi? Deb qaranglar. 3 qoldi-da, A 3 dan bo'ldi. Chunki ma 8 olsin o gerçi. İkinci qism o'ng tarafga o'tganda ma 8 dan 5 ni ilib 3 qoldi, shunga ma sol tarafga 3 dan olib qoldi. Shu 3 chiqyapti. Buni qanday yozib bo'ldi yana? Bunday yozib bo'ldi. Ma ikkisi o'xshash. Ma'no bilan ma ikkisi o'xshash. Hamda uchinchisi nima? Ko'paytirish. Diqqat qilinglar, bu tanglik cho'qim har qachon o'ng tarafga keldi. Almashtirib yozib qilish olmaydi. Ko'paytirish degan yulduz belgisi bor. Bir samba 0 bo'lsin, ya'ni 0 demay. 3 olsun. Buni chiqarsa qancha? 6 ta shunaqa.
B 6'ga o'zgaradi. Mana. Ma'ning bilan ma yezilish o'xshash. İkisi bir. Mana bunday yazsam bo'ldi demoqchi. Unda bo'lsa 4-inchisi bo'lish, shundaqmi? Mana shu qolgan hamma tushunasizlar, men bir deyishimning hojati yo'q. Masalan, mana bevosita yozibdimi? 2. C necha o'ldimda? Necha o'zgaraydi? 8'ni 2'ye bölsek neçe? 4. Oyma. Başkası var mı? Altı çıkıp kaldı bu. 8'ni 2'ye bölsek 4 çıkış gerek, shunday qo'y. Ha. Men nima qilyapman? Men qizmabdimi? Okay. Hozir chunki ma ne demoqchi-da? Ma B ma 6. Okay. Men ma'ning qimmatini nima qilib qo'yay? Yozib qo'yay. Mega son mavu qo'shimiz aynan qimmatda bo'lmasa iz qilib keltirdim. B C. Mana qimmat chiqadi. Hamda eng oxir qisqanda 5-inchisi qoldiq, shunaqa. %. Hop, qoldiq. Bu nimaga taqansanglar? Masalan, D 5 desek, bu 5'ni 2'ye bölsek yo'q. 2'ye bölsek necha qoldi? 2'ye bölsek 1 qoldi, shunami? 2'ga butun bo'linib mana 1 qoldi. Endi bu nimishqa bu vazifa mashg'ulotlarini ishlatmasak, keyin masalan mana ahvollar uchraydi. Birinchidan bir sonning jupsaniq taqsanliqini hukm qilmasa qilmaydi. Bir programma tuzib, oddiy bir metod yozib, bir sonning jupsaniq taqsanliqini hukm qilganda bo'lishni ishlatamiz. Bo'lish. Nima? Ma percentage qoldiq qolgan qolmaganligini. Andan keyin masalan qo'shash, ilish, boshqa yana ishlatamiz desanglar. Masalan, ma'lum bir program yozib, bir son yoki so'zni kirgizsa, keyinni chiqarib turadigan, keyinchilab chiqarib turadigan. Ashunda programmani yozgan chog'da shu mashg'ulotchilar vazifa mashg'ulotlaridan foydalanamiz. Hamda uni biz darsning keyin bugunimiz, xotirjam bo'linglar, hammasini bugunimiz. Nasib bu yangi darsimiz shagicha, tushunmagan nuqta bo'lsa, savol shaklida qoldirib qo'ysangiz bo'ldi. Rahmat.